Assalomu alaykum aziz muslimalarim. Kechki taomlangandan so'ng baribir har bir insonni nimadirlar yegisi keladi, to'g'rimi? Balki nimadir shu narsadir. Unda boshlaymiz. Osh sodasini ko'z to'ldirib, qatig'imizga aralashtirib olamiz. Idishimizga yetarlicha un qo'shib, muzlatkichdan oldin sariyog'imizni ham yaxshilab qirg'ichdan chiqarib olamiz. Ularni ko'mak holatiga keltirib, oldindan tayyorlagan qatig'imizni, bir dona tuxum, keraklicha shakar qo'shamiz va yaxshilab yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirga uncha ishlov bermaymiz. Bu pishichni xamirimiz tilloga teng, bilasizmi? Juda ham ko'p shirinliklarimizni shundan hosil qilib olishimiz mumkin. Rogaliklar, chig'anoqlar, yostiqchalar, yong'oqli pahlava, tvorojniy pirog, mevali pirog. Sizchi bu xamirdan yana nimalar tayyorlab ko'rgan bo'lardingiz? Aytgancha xamirimizni zuvala qilib, yumaloq shaklda yoyamiz va yostiqchalarni tayyorlab chiqamiz. Juda ham tez tayyor bo'ladi. 200 gradusda 20 daqiqada birpasda pishib chiqadi. Pishgan yostiqchalarimizni sal sovutib, saharli pudraga belab olamiz va yaqinlarimiz uchun dasturxonga tortamiz. Ishonavering, mening yaqinlarimga juda ham yoqdi. Siz ham tayyorlab ko'ring. Iftorlik dasturxoningiz bezagiga aylanadi. Ko'ngilingizdan joy egallaydi. Yoqimli ishtaha. Like bosib, obuna bo'lib, tugmachani bosishni unutmang.